Muzaffarbek To'raboyev bilan bir kunimizni o'tkazamiz. Silenada baribir yutqizib qo'yamanmi degan narsa bo'lmagan, yutishim kerak degan narsa bo'ladi lekin sportchilar. Katta arenalarda hurmatli prezidentimiz kuzatib turadi, rahbariyat kuzatib turadi, bosim o'shanga yarasha kuchli bo'ladi-da. Faqat sport hayot. Uyimda ham, zalimda ham, ko'chada ham sportchini hayot shunaqa. Hammaga assalomu alaykum O'zbekiston. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ahamiyat bermaysizlar, soch uchib ketyapti shamolda. Xullas, bugungi vyupuskimiz aytgancha, meni ismim Jahongir. Men bu proyektda mehmon boshlovchisi bo'laman. Bugungi vyupuskimiz juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki bugun Olimpiya bronza medali sohibi, jahon va Osiyo chempioni, xizmat ko'rsatgan sportchi Muzaffarbek To'raboyev bilan bir kunimizni o'tkazamiz. Demak, ular bilan suhbat quramiz, ularning mashg'ulotlariga boramiz. Xullas, o'zim ham mashg'ulotlarda qatnashib ko'raman, ular bilan kurashib ko'raman. Xullas, bugungi ko'rsatuvimiz juda ham bir boshqacha va o'zgacha bo'ladi. Agar biz bilan bo'lsanglar, ketdik. O'rtoqlar, biz hozir xizmat ko'rsatgan sportchi, Osiyo va jahon chempioni Muzaffarbek To'raboyev bilan birgalikda turibmiz. Hozir bizani hamma tomosha qilayotgan tomoshabinlar sizni sportchi deb bilishadi, lekin hayotda qanaqa insonligingizni bilishmaydi. Xo'p, Muzaffar aka o'tirib oldik, chunki hozir gaplashadigan, sizga beriladigan savollar aynan hayotingiz bilan, sohangiz bilan bog'liq. Shuning uchun bemalol bafurja gaplashamiz deb o'tirib oldik. Xo'p, aka, agar tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Birinchi savolim shundan iborat. Aynan shu sport turiga qanaqa qilib kirib kelgansiz va shunaqa paytlar bo'lganmi sizda? Aynan bekor bu sportni tanlagan ekanman, ketaman degan paytlar bo'lganmi? Savol uchun rahmat. O'zim Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug'ilganman. 14 yoshimga dzyudo sportiga kirib kelganman. Toshkentga kelganman, akamlarimizdan Respublika Paralimpiya Zaxiralloh kolleji va Respublika Niskiy kollej. O'shanga o'qishga kirganman 2014-yil. 14 yoshim, 7-sinfdan kirganman. Akamlar sababchi bo'lib kirib kelganman. Mendan tashqari 3-4 ta akam o'sha sportga kirib kelgan. Ular bizdan biz ham qiziqib kelganmiz. Baribir oilaviy muhitdan ham kelib chiqadi. Sportchilar oilasimiz, kurashga qiziqardik. Keyin olimpiyskiy sportlik uchun otam bu yoqqa o'qishga olib kelgan. Akanglarni o'qiysan, o'sha 6 yil o'qiganman-da. Keyin sportni tashlash savolingizga keladigan bo'lsak, unaqa vaziyat bo'lgan albatta. Mag'lubiyatlardan keyin shu bir qaror qilganman o'zimga o'zim, jahllanib, siqilib shunaqa tashlash nimalar kelgan keladi. Bo'lgan. Keyin murabbiyim hech qachon bunaqa bo'lmaydi degan. Keyin otamga ham bir sekin aytib ko'rganman. Shunaqa qilsammikin, balki jahon chempioni bo'lganimda Toshkentda bo'lib o'tgan 2022-yil 22 yoshda bo'lganman-da. O'zbekistonda shu dzyudo sport eng yosh jahon chempioni bo'lganman. O'shanda men o'ylaymanki, yosh bo'lishimga qaramasdan katta yutuqqa erishib qo'yib, organizmimdagi barcha emotsiyani chiqarib yuborib, 1 yil barcha musobaqada yutqizganman keyin. Bironta musobaqada o'rin olmaganman. Har musobaqada birinchi tur yutqizib, keyin o'zimni vastaloniya qilib, keyin pik formaga chiqib olganman. O'shanda yutqizganimda atrofimda
nima deydi, muxlislar boshqacha anavda bo'lgani sababida bosim kuchayib ketib qolganda menga. Bo'ldi, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, har xil gap so'zlar ko'payib ketgandan keyin bosim yanada o'zimni vastana qilishimga vaqt cho'zdirib yubordi-da. Agar hamma yo zo'r hammasi bo'ladi, bu poddeshka kuchliroq bo'lganda, men o'ylayman 1 yil emas, 4-5 oyda tezroq vastana qilib ketardi. Demak, atrof muhit ham baribir katta ta'sir qilar ekan. Albatta, o'zimizda tem bo'lib sportchilarni, nima deydi, har bir sohada tanqid qiluvchilar ko'p-ku. Shunaqa sportda ko'proq-da. Tushunarli. Muzaffar aka, yosh bo'lishingizga qaramasdan katta yutuqlarga erishdingiz shu paytgacha. Nima deb o'ylaysiz? Bu yutuqlaringiz talantingizdanmi yoki disiplinami ekan? Men o'ylayman, u barcha sportchiga, barcha kasb egalariga Xudo beradi hamma narsa, rizqni Xudo beradi. Albatta, talant ham, disiplina ham, u hamma narsa bitta bo'lib jam bo'lgan holda Alloh kimga qanday beradi-da. Baribir ham disiplina sportda eng birinchi o'rinda turadigan narsa. Katta o'rinda. Disiplinasiz sportchi bu professional sportchi emas. Tushunarli. Demak, shunaqa momentlar bo'lganmi? Sizni mana qanaqadir sopernik bilan tushyapsiz. Voy, shunga yutqizib qo'ysam kerak deb shunaqa o'y xayollar bo'lganmi hech? Yo'q, Allohga shukur, biron marta unaqa vaziyat bo'lmagan. Yutqizib qo'yamanmi degan narsa bo'lmagan, yutishim kerak degan narsa bo'ladi lekin sportchida. Chunki sizning oilangiz, bu yoqda tashqarida oilangiz kuzatib turadi, xalqingiz, katta arenalarda hurmatli prezidentimiz kuzatib turadi, rahbariyat kuzatib turadi. Bosim o'shanga yarasha kuchli bo'ladi-da. Demak, yutishim kerak degan narsa. Tatamiga chiqayotganingizda o'ylaysiz-da, baribir yutishim kerak, yutqizib qo'ysam qanaqa bo'ladi degan narsa bo'ladi-da. Ilish sportchiga yutqizib qo'yamanmi degan narsa bo'lmaydi-da. Yutqizib qo'ymay, yutishim kerak degan narsa bo'ladi. O'sha narsa ham to kemala kontroldan mana bu tatamiga chiqib kelguningizgacha hayajoningiz, hamma narsangiz bo'ladi. Menda xudoga shu vaqtgacha unaqa kuchli hayajon bo'lmagan. Nima bo'ladi, nima qo'yadi, qanaqa natija bo'ladi degan narsa bo'lmagan lekin. Tushunarli. O'zbekiston, assalomu alaykum. Bugun biz Dzyudo federatsiyasiga ertalabdan kelganmiz, chunki bugun ertalabki mashg'ulotlarni o'tkazamiz. Bu yoqda hozir qanaqa mashg'ulotlar o'tilishi men o'zimga ham qorong'u, lekin o'ylayapman juda ham qiziq bo'ladi. Bizlar bilan qolinglar. Qani ketdik. O'rtoqlar, qahramonimiz yetib keldilar. Hozir endi birgalikda mashg'ulotlarni o'tkazamiz. Bizlar bilan qolinglar. Do'stlar, emotsiyalar vashi bomba. O'zingizlar ko'rasizlar. Olimpiya chempionlar bilan birgalikda mashg'ulot o'tkazayapman. Jarayonni ko'rdinglar. To'g'risini aytsam, meni hayolimga ham kelmagan edi. Olimpiya chempionlar bilan bitta zalda birgalikda parallelni shug'ullanamiz deb. Lekin hammasi zo'r o'tyapti. Muzaffar akaga rahmat. Bilmagan, tushunmagan joylarimni o'rgatib ketyaptilar. Hammasi zo'r o'tyapti, mana o'zlarini olib qo'ying. Lekin bitta narsa aytaman. Chempionlar haqiqatan tinmasdan jonini berib ishlashar ekan. Gap yo'q. Men shu taraflariga qoldim. Trenerimiz Aleksey aka bilan ham ko'rdinglar, qanaqadir o'zimizcha o'yinlar o'ynadik. Juda ham yaxshi inson ekanlar. Bularni hammaligini ishligiga rivoj bersin. Hammasi zo'r. To'g'risi. Sportchilarning ko'ngli toza bo'ladi. Yana bir marta guvoh bo'ldim. Sog' bo'linglar.
O'rtoqlar, ko'rdinglarmi? Olimpiya Airways'da uchdim hozir birinchi reys bilan, bilmayman qatga. Lekin trenerimizni o'zlari shaxsan Muzaffarbek To'raboyev trenerlari meni optilar, emotsiyalar vashi bomba to'g'risi. Sportdagi qurbonliklaringiz haqida gapirib bering, masalan. Nima masalan jertva bo'ladi siz uchun shu sohangizda? Lekin afsuslanmayman baribir sportni tanlaganimdan. Albatta bu sog'lom hayot birinchi o'rinda sport. O'zbekistonda dunyoga tanitadi. Oilangizni, o'zingizni, har bir professional sportchi o'zini ism, familiyasini jahon arenalariga zarhal qalamlar bilan yozib qo'yishi kerak. Lekin o'sha narsa ham barcha sportchilarga ham nasib qilmaydi, baribir hamma mehnat qiladi. To'g'ri, umrim o'tyapti mana shu tatamida, shu zalda, vaqtim ketyapti. Masalan, 3 mahal, 2 mahal trenirovkadan tashqari, masalan, shaxsiy hayotimga nisbatan kamroq vaqtim. Masalan, deylik 10 soat vaqtim bo'lsa, o'shani 6-7 soati trenirovkamga ketadi. 1 soatda masalan hech narsaga ulgurmaysizda. Masalan, primerno turaman, trenirovka, charchayman kechqurun, ovqatlanaman, bu joyga aylanishingiz mumkindir, o'rtoqlaringiz chaqirishi mumkindir, yoki oilangiz biron joyga chiqishingiz, u yoq bu yoq uxlashingizni bilishingiz kerak. Men uxlayman, ertalab menda trenirovka bor deysiz, majburligingizdan ham uxlaysiz, lekin ertalabki nagruskayiz bor, u yoq bu yoq. Albatta. Oilangizga vaqt ajratasiz, lekin nisbatan sportga ko'proq vaqtingiz ketib qoladi. Tushunarli. O'zi mana Surxondaryoni Jaydari yigiti bo'lgansiz. Surxondaryoda yurgansiz baribir. Yoshlik o'sha yerda o'tgan, to'g'rimi? Albatta, 13 yoshimgacha shu yerda o'tdim. Xayolingizga kelganmi shunaqa katta jahon arenalariga chiqaman, shunaqa katta yutuqlarga erishaman degan bir xayolingizdan o'tganmi shu narsa? Yo'q. Endi nima desam, to'g'risi, bu yoqqa qishloqda yurganimda mol ham boqqanman, qo'y ham boqqanman. Qishloqda yurganingizda ham qishloqda bolasi tog'a toshda yuradi-da, aka. Bu yoqqa kelganimda ham to o'zimni, masalan, dzyudo sportiga kelganimda, haqiqatdan ham shu sportga o'zi kelganimda his qila boshlaganim 8-9 sinflarda o'zi his qilib boshlaganman-da. O'sha keyin maqsad qo'yaman, televizorlarda sportchilarni ko'rganman, eshitganman, u yoq bu yoq, to'xta, men ham shunaqa chempion bo'laman deb o'zi niyat qila boshlaganman. Allohga asta-asta erishyapmiz. Lekin hech kim ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi-da. To'g'ri. Nima inson bo'lishingizni bilmaysiz, lekin harakat qilasiz baribir. Muzaffar aka, travmasiz ham iloji yo'q-da sportda. Albatta. Qanaqa bir katta travmangiz bo'lgan va o'sha travma bilan qancha vaqt shug'ullangansiz? Masalan, ma'lum bir vaqt sportga chiqmay, shunaqa holatlar bo'lganmi sizda? Yo'q, bez travma ham bo'lmaydi. Sportchi bilan travma yonma-yon yuradi. Har doim. Seryozni travma bo'lmaganman, Allohga behisob shukr. Travmalar bo'ladi aka. Barmog'ingiz qaytib ketadi, oyog'ingiz qaytib ketadi. Qo'llar qanaqa bo'lyapti aka? Shilinib ketadi. Har xil bo'lib qoladi. Unaqa seryozni travma olmaganman. Masalan, lechena qilganman 1 hafta 10 kun, 1 oy, uzog'i. Yana sport bilan. Lekin o'sha paytda masalan qo'lim travma olib tursa, oyog'imni ishlaganman masalan. Oyog'imda travma bo'lsa, qo'limga ishlaganman. Nisbatan tashlab qo'ymaganman. Murabbiylar ham qo'ymaydi-da. Psixologik bosim hammada bo'ladi. Sizda psixologik bosim kuchlimi yoki trenirovkaga bo'lgan ishtiyoqmi? Aksariyat sportchilarda eshitgan bo'lsangiz, nima bosim kuchli bo'lib ketib qoladi deydi. Lekin shuncha musobaqa, barcha musobaqani ko'rdim, xudoga shukr, umuman bosim, nagruzka sezmadim. Ya o'zim xarakterim shunaqami, yo o'zimga juda nima deydi, mas'uliyat olmaymanmi, sport taraflaman. Tushunarli. Sport trenirovka, конечно, qiyin aka, u charchaysiz, psixologik asabiy bo'lib qolasiz charchaganingizdan keyin, kam uxlaysiz, u yoq bu yoq bo'ladi. Vis tashlayotganingizda olimpiadagacha kecha aytib o'tganimdek, minus 100 kilogramda kurashardim. Har musobaqaga 9 kilo, 10 kilo vis tashlab kurashardim. Uni dieta qilasiz, ves tashlaysiz, moralni har taraflama ezilasizda, hech kimning gapi yo'qmay qoladi. O'sha taraflama qiyin bo'lib qoladi. O'shanda masalan bir odamning gapi ko'p, bir odamning gapi kam bo'lib qoladi-da. Asabiy nimalaringiz tarang bo'lib qoladi-da, o'shalari qiyin. Tushunarli. Hayajon bilan qo'rquvni qanaqa yengasiz?
baribir hayajon bo'ladi, to'g'rimi? Hayajon, конечно, bo'ladi. No, lekin aytyapman-ku, u darajada hayajon bo'lmaydi aka. Bilmadim qolganlar, shaxsan o'zimda xudoga shukr hayajon, o'zi erkak kishini barcha odamda unaqa qo'rquv hech kimda bo'lmasligi kerak. Unaqa qo'rquv degan narsani o'zi yo'q. Kurashaman, yutaman, yutqizaman, chiqib kelaman. Bu jonimda bo'lib qo'yadigan narsa emas-da. Endi hamma inson jonidan qo'rqadi. Hatto hayajon nisbatan unaqa yo'q desa ham bo'ladi aka. O'rtoqlar, qo'limda poyez turibdi. Bu nimaga? Qaranglar. Chempionlarimizning eng yaxshi ko'rgan o'yinligi. Hozir bular futbolni bog'lashibdi. Vartani ko'ryapsizlar, kichkina varti. Xullas, mana shu masofadan koptonni tepganda gol bo'lmasa, o'sha odamni mana shu poyez bilan savalashar ekan. Hozir mana bu o'yinni bitta o'ynab ko'rmoqchiman, qiziqyapman. Alksey aka bilan birgalikda hozir boshlaymiz. Ketdik. Voy! Gap yo'q. Manmi? Hey! Tekrar uğrayla aka, hop. Vay! Muzaffer aka, demak bu mashina sizni yutug'ingiz, to'g'rimi? Albatta aka. Nomerlarni ham boplabsiz. O'zingiz ismingizga mos. Ismim Vesimga olganman. Xo'p, endi qarang, siz bilan bitta narsa kelisha olaylik. Kaltingizni bering. Hop. Mana prezident sovg'asi BYD chempion. Chempion avtomobili. Siz bilan bitta narsa kelishamiz aka. Hozir siz aytdingiz boya, mashg'ulot qilamiz siz bilan dedingiz. Demak, men siz bilan Spanish ko'rmoqchiman. Agar yutqizsangiz, realni. Hop. Agar yutqizsangiz, hop, mana shu mashina meniki. Hop. Mashina meniki. Siz yutqizsangiz. Agar men yutqizsam, beraman qaytarib. Bo'ladimi? O'zingiz mashinangiz kaltini olib qo'ysam-chi? Yo'q. Bu bilan o'ynaymiz. U prezident sovg'asi. Qimmatbaho-ku. Tushundim. Men yutganimdan keyin ham bo'lish kerak-ku, nimadir o'shanga aytyapman. Yo'q, o'sha. Agar o'shanga chaqirasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Faqat go'shtga. Roziman, go'shtga, gap yo'q. Xo'p, demak, rozisiz. Bo'ldi aka. 5 tashlang aka. Ungacha kalti menda turadi. Bo'ldi. Peshka yuraymi? Ha. O'rtoqlar, kalti menda. Avtobusni ko'rib qolsanglar, yomon fikrga bormanglar. Muzaffar aka, mana shunaqa shon-shuhratga erishdingiz. Olimpiada chempionisiz. Shu medallardan keyin hayotingiz qanaqa tarafga o'zgardi yoki qanaqa o'zgarib qoldi hayotingiz? Allohga shukr, shu o'sha o'zgarmadi. Uy oldim, mashina oldim, o'sha o'zgarish bo'lsa, attak boshqa mashina anaqa. Boshqa bunaqa sezilarli bir o'zgarish bo'lmadi. Hech narsa. Yo, masalan, do'stlik ko'payib qoldimi? Yoki kamayib qoldimi? Menda xarakterim o'shanaqa, kimdir bilan tanishish vaziyat bo'lib qolsa ham unchaga o'zimga yaqin olmayman, ko'rishmayman ham, kim bilandir yaqin bo'lmasa ovqatlanishga bormayman. Tog'larim o'zimniki bor, o'shalar bilan u yoqqa bu yoqqa boradi, lekin ko'p chaqirishadi. Bu yoqqa restoranga, bu yoqqa oshxonaga, u yoqqa bu yoqqa.
no salomalik qilgan odamlar masalan ko'chada salomalik qilasiz yaxshi bu salomalik nomer almashasiz yo'q no lekin unchaga yaqin bo'lmayman lekin O'rtoqlar biz necha kundan beri bilamiz, lekin men bilan yaxshi chiqishib ketdilar lekin. Mana shu omadingizni siri nimada? Shu yutuqlaringizni siri desa bo'ladi, umuman olganda. Ota-onamning duosini olganim. Albatta. Bu eng zo'r javob. Ota-ona duosi to'ppa-to'g'ri. Bo'ydan oldin o'zingizni qanaqadir qoidalaringiz bormi? Masalan, ritual deydi-ku. Masalan, hozir deylik, hozir sentyabr oyi bo'lsa, menda sentyabr oyini hozir уже 27-28da musobaqam bor Chexiyada. Shunga tayyorlanyapman. Iloji boricha hamma narsadan cheklanaman ko'proq. Ko'chaga masalan ovqatlanishga chiqadigan bo'lsam, yoki biron joyga boradigan bo'lsam, oilamga ko'proq vaqt ajratadigan bo'lsam, disiplinani qattiqroq ushlashga harakat qilaman. Vaqtida uxlab, vaqtida turib, vaqtida vovвремя ovqatlanib, trenirovkani vaqtida nima qilishga harakat qilaman o'sha. Во-первых, дзюдо это в нем соединены очень многие виды борьбы. То есть есть классическое дзюдо, японское, но грузины принесли чидаубу, узбеки принесли кураж. Есть элементы вольной борьбы, самбо. То есть мы используем очень много разных направлений. Конечно, классическая форма и приоритетные приемы они есть. Но все-таки я вижу, что в дзюдо ты можешь выиграть за своего индивидуального стиля. Понятно. Вот, например, Музафарбек, он не делает классическое дзюдо, у него больше очень индивидуальный стиль, и за счет которого он стал чемпионом мира. Да. И не каждый станет с такой борьбой чемпионом мира, это вам точно говорю. Да. Это только вот он один. Да. Верно. Ну да, вот. О, mana. Прямо с иероглифами. O, спасибо. O'rtoqlar mana. Да, вы сначала переведите. Yaponcha iyerogliflar bilan bizga kimono berishdi. Hozir buni kiyib ko'raman. Men mana bunaqa o'zimizning milliy brendni tushundim. Akasi bu yoqda bunaqa formada mumkin emas ekan. Alisher akam aytdilar, bunaqa formada mumkin emas dedilar. Shuning uchun mana kimononi oldik. Xo'p, что здесь написано, aka? Вы можете переводить или как? Не, это не дзюдо написано. Обычно пишут или название университета, или свое имя. Особенно сзади. Да. Дзюдо пишется по-другому. Вот здесь специально пишут тоже или название своего университета, или имя, чтобы не потерять, видите? Вот. Сейчас ну-ка оденем, посмотрим. Не, я думаю, отлично будет. Спасибо. Прямо сверху одевайтесь. Можно, да? Все хорошо. Не, вам зачем? Вы же Все. тренироваться. Да. Все. О, отлично. Спасибо. Все, да? Вот, нормально. Красавчик, да? Mana o'rtoqlar, kimononi ham kiyib oldim. Alisherga aytibdilar, Toshkentda shunaqa zudaistimiz bor ekanini bilmay yurgan ekanmiz deyaptilar. O'shanga mana haqiqiy zudaist mana endi kelyapti. Sportda eng asosiy narsa nima siz uchun? Eng asosiy narsa disiplinada baribir. Masalan, nimadirga sportda yurishingizdan maqsadingiz har bitta nima deydi, professional sportchini maqsadi olimpiyskiy chempion, jahon chempioni bo'lish. U narsaga erishish yo'lida masalan sizga nima xalaqit beradi? Ili telefoningiz xalaqit beradimi, ili ko'chada yurishingizmi? O'shandan hamma narsadan kechishingiz kerak. O'sha maqsadingizga erishishingiz yo'lida-da. O'shalardan kechasiz, keyin tushunarli. Demak, o'rtoqlar Muzaffar aka bilan gaplashib o'tiribmiz. Boydan beri disiplinani birinchi o'ringa qo'yaptilar. Bu albatta
sportsmen uchun o'ylaymanki juda ham albatta kerakli narsa. professional sportchiga o'ylaymanki best disiplina u sportchi emas. Tushunarli. Chempion bilan oddiy sportchini fikrlash qanaqa bo'ladi? Deylik siz 3 kundan beri trenirovkaga kelyapsiz. Aha. Xo'p, 4 kun deylik. Hop. Sizni fikrlashingiz qanday? Men professional sportchiman, meni fikrlashim qanday? O'zimni aytadigan bo'lsam, menda o'zi qarang, hamma narsa vaqtga qarab, hozir anaqa qilaman, bu yoqdan chiqib trenirovkaga uxlayman, u yoq bu yoq. Rejimim, bir kunlik rejimim, paplanim bor-da menda. O'shani ulgurishim kerak. Tushunarli. Maqsadim bor-ku, masalan, professional sportchiman-da men. Sizda 3-4 kundan beri o'zingiz uchun trenirovka qilyapsiz. Demak, men savolimga o'zim javob topsam bo'lar ekan. Men o'zim Shunday, crossfit bilan shug'ullanaman-da. Lekin bizda masalan kunora 2 soat mashg'ulot qiladigan bo'lsak, men ertalab boraman, keyin o'zi trenirovkadan keyin sirazu boshqa ishlar bilan bo'lib ketamiz. Sizga o'xshab bizda ani disiplina yo'q. Masalan, rejalarimiz barbod bo'lishi mumkin, lekin sizlarda как положено, mana bu vaqtda mana bu yerda bo'lishim kerak, mana bu vaqtda ovqatlanishim kerak, mana bu vaqtda uxlashim kerak degan narsa bor. Shunaqa. Bizda lekin uyqu masalasi masalan, har xil vaqtda yotamiz har kun. Shunaqa narsa yo'q. U narsa bizda ham bo'ladi. Masalan, oilaviyda problemangiz bor, o'zingizga yarasha shaxsiy hayotingizda ham ishlaringiz bor, sportdan tashqari. Uspet qilishingiz kerak-da, baribir hamma narsaga. Qiyin. Tushunarli. Masalan, aytadi-ku, chempionlikka da'vogar ko'p, lekin chempion bitta. O'shaning uchun o'ylayman, farq katta bo'ladi baribir. Professional chempionni fikrlashi bilan Sportchi. endi chiqib borayotgan sportchini farqi katta, ancha katta. Ovqatlanish ratsioningiz qanaqa? Diyeta ko'p ushlab turasizmi yoki? Aytdimki, mana minus 100 da kurashganimda постоянно 80% dietada yurganman. Ko'pincha уже trenerlardan qochib, dietologimdan qochib, sekin osh go'sht yeb olardim. Hatto ko'pincha dietada уже hozir bitta vez ko'targanman. Plus 100 ga bosa-bos go'sht, osh, tandir, yog' yeb yotibman. Lekin baribir ham dietolog har doim aytib turadi, yo'q, kamroq, yog'li ovqat baribir ham ziyoni ko'proq-da. O'zimda tiyigim keladi go'g'da, tiyaman, lekin shirinlikdan hozir ancha tiyilganman. Shirinlik vobshe yemayapman, gazli suvlardan vobshe ichib yemayapman. Tushunarli. Nisbatan organizmimga yordam. Tushunarli. Demak, siz Surxondaryoning o'g'lonisiz. Surxondaryoda bilamiz. Tandir, go'sht Shunaqa. aytishadi, desertga ham go'sht berdi deydi. Shunaqa degan, agar desertga ham borsa faqat go'shingiz. Shirinlik yo'q-da. Yaxshi. Sizni asosiy murabbiyingiz kim va o'sha murabbiy sizni nimalarga o'rgatdi shu sohangizda? Meni murabbiyim Ulug'bek Azizov, Oybek Ashurov o'zimning shaxsiy murabbiyim. Meni ishonasizmi? Masalan, dzyudo sportiga kelganimda belbog'ingizda trenerlar bog'lab berdi sizga, bilasizmi? O'shani bir haftada bog'lashtirib o'rganganman. Yeb. Yo'q, o'rgatgan. Bir haftada o'rganganman. O'sha murabbiylarim hozirgi yutuqlarimga erishishda o'zini hissasini qo'shib kelayotgan insonlar. Shu kishilar. Podдержкani ko'proq kimdan ko'rasiz? Oilangizdanmi, yaqinlardanmi, do'stlardanmi yoki murabbiylardanmi? Baribir har bir sportchida podдержка kuchli ota-ona oila bo'ladi. Hammada shunaqa. Menda masalan musobaqa kurashaman, lekin aksariyat holatda oilam ham, arenadagi muxlislar ham qo'llab-quvvatlashadi. Tushunarli. Do'stlar, bugungi bizani qahramonimiz mana o'g'analar trenirovka qotdilar, ko'rdinglarmi? Muzaffarbek To'raboyev. Agar tayyor bo'lsalar, birgalikda ular bilan mashg'ulotlarni o'tkazamiz. Undan oldin men sizlarga ularni, ya'ni Muzaffar akani Muzaffar akani trenerlari bilan tanishtiraman, Aleksey aka bilan. O'g'ana o'rtada ko'ryapsizlar, tushuntiryaptilar. Yaxshimi? Bashi balanagan sizga. Rahmat aka. Alloh ishlarni. Kurashamiz. Ha, kurashamiz aka. Mikrofon deychin-da. Hozir sizga ham mikrofon taqamiz. Nima qilib turing? Razmga qilib turing.
razmga qilib turing. Bo'l. Endi har xil holat bo'ladi-da. Tatam biron joy Bo'l. sog'ib qolmasin aka. Bo'l aka. Hozir qizib yugurib nima Bola. Хорошо aka. Bo'l, xo'p aka. O'rtoqlar. Tushunmadim. Hozir bo'ylari necha metr edi, ko'rdinglarmi? Ha? Yo'llarda mana bunday bo'lib qoldimi? Hozir aytayotdilar, razminka qilib turing deyaptilar. Aytbetingiz tag'in lat yeb qolmasin deyaptilar. To'g'risini aytsam, ichim qizib ketyapti, chunki Muzaffar akani kutyapmiz. Agar hozir bo'shasalar boshlab yuboramiz trenovkalarni. Menga balet qilib turinglar. Xudo xolisa, sizlarning yuzinglarni yerga qaratmayman. O'rtoqlar, mana Muzaffar aka hozir tayinlanyaptilar. Menga o'zlarining eng yaxshi ko'rgan priyomlarini hozir ko'rsatadilar. Muzaffar aka, to'g'risini aytsam, hozir men judo bo'yicha umuman shug'ullanmaganman. Birinchi marta keldim, to'g'risi. O'ylaymanki, men hozir bir tarafdan hayajonlanyapman, bir tarafdan o'ylayapman o'zimni hozir. Siz meni qanaqa priyomlar bilan yiqitasiz, nima bo'ladi? Emotsiya qanaqa aka? Emotsiya vashi bomba aka. To'g'risini aytaymi, hozir men bitta nom topib qo'ydim-da. Qanaqa? Muzaffar Airlines. Uchrasizmi mana hozir? Hozircha hayajon ozgina bor. Lekin qo'rquv ham ozgina bor-da. Nimani hisobiga? Chunki hozir birinchidan sizni go'dingiz bilan meni go'dan ancha farqi bor. Lekin qanaqa priyomlar bilan meni uchirishingizni o'ylayapman aka. O'zi aka aslida men bu tashqaridan kirib tatamga chiqqunga qadar hamma insonda hayajon bo'ladi. Maksimum o'rtacha hayajon bo'ladi. Professional sportsmenlarda ham bo'ladi bu narsa. O'shanda tatamga chiqqandan keyingi holatda o'sha hayajon yo'qoladi. Ungacha bo'lgan holatda barcha sportchida hayajon bo'ladi. No, qo'rquv hech qachon bo'lmasligi kerak. Bunaqa narsa o'zi yo'q narsa. No, hayajon menda ham, boshqa sportlarda hammasida bo'ladi. Lekin mana hozir hayajonlanyapman-ku, demak hayajon normal holat. Normal holat, no, ko'p. Sredni bo'lgani yaxshiroq. Hayajon. Bo'ldi. O'rtoqlar, Muzaffar akani yiqitamizmi? Ketdik. Hozir menga eng yaxshi ko'rgan priyomlaringizni ko'rsatasiz aka endi. Stoykada ko'rsataman. Stoykada.
Ma'lum o'yinga tushadi aka. Ko'ringchi. Ko'tizga o'tiring aka. Yo'q, bu yerga tatami ko'tizga o'tiring. Oyog'ini chiqaring meni. Mana bu yo'g'on, xo'p. Qo'lni ichiga tiqasiz qo'lingizni. Aha. Pastga gavdangizni qo'shib qo'lni tortib ketasiz. Takansa. И qarang. Agar mana shu holatdagi to'xtang. Mana bunaqa tortsangiz, tortolmaysiz. Mana shunaqa holatda tortishingiz kerak. Qimirlamaslik kerak. Gavdangiz ko'tarib, ko'tingiz qo'lini ko'taradi tepaga qarab aka. Tushundingizmi? Mana buni ko'tarish kerak. Mana bu ham. Hozir o'xshadimi? Ya, chotki. Yana bu. Mana bu oyog'ingiz qattiq bosish kerak. Gavdangizni qo'lingiz tortib. If you get the score, you continue never goal. So 1.5 minutes last. 2 goals. Qarang, nimaga qiyin aka, to'xtang. Buni mana bu yerdan tortsangiz uzilmaydi. Sportdan tashqari nimalar bilan shug'ullanib turasiz? Hobbilaringiz bormi o'zingizga? Motosikl haydashni yaxshi ko'raman. Rostmi? Bir marta haydadim, tezlik sal oshdi, keyin cho'chidimda, keyin o'sha minmadim holi, rosa qiziqaman lekin. Mototsiklga. Mototsiklga qiziqaman, niyat bor lekin holi haydashni o'rganib, haydadim lekin haydadim, barim professionalni o'rganish kerak. O'shanga qiziqaman, futbol o'ynab turaman. Masalan, umuman o'zingiz sohangizdan tashqari. Anoda bo'lgan paytlarim, dam kunlarim. Oilam bilan ko'p vaqt ajrataman. U yoqqa boraman ovqatlanishga, aylanishga, bu yoq. Lekin uyquni rosa yaxshi ko'raman. Futbolda qaysi pozitsiyadasiz? Hujumchimi? Farqi hujummi, varatoda ham tura olmayman. Yo'q, tura olmayman uncha. Hujumda ham, zashnikda ham o'ynayman, o'rtada ham o'ynayman. Javona zo'r o'ynayman, bo'ladi. O'zim maza qilsam bo'ldi. Shunaqa. Oldin o'ynagansiz, o'shani? Ha, hozir o'yna. Qishloqda endi barim yerda, to'proqda o'ynaganmiz. Endi shaharga krasovkaga o'ynayman. To'g'ri. O'z orzungiz bo'lganmi? Masalan, boshqa qanaqadir kasb egasi bo'laman degan. Hokim bo'lardim. Surxondaryo hokimi? Endi bilmadim, hokim bo'laman dedim. Kostyum kiyib, galstuklar kiyib yurishni yaxshi ko'raman. O'shanaqaga qiziqqanman kichkinaligimda. Lekin oilamda unaqa, masalan, biznesmen oilada faqat biznesmen guruh bo'ladi. Bu biznesni qilishimiz kerak, bu biznesni qilishimiz kerak. Ili sportchini oilasida ishonasiz, hozir uyimga boraman. Faqat sport, boshqa hech narsadan guruh bo'lmaydi. Faqat sport. Qalay, musobaqa yaxshi, u yo'q, musobaqani ko'ryapmizmi, bunaqa qilyapmizmi? Faqat sport hayot. Uyimda ham, zalimda ham, ko'chada ham sportchini hayoti shunaqa. Faqat sohangizda masalan, siz sohangizda faqat o'sha gap, boshqa narsa yo'q-ku, o'shanaqada. To'ppa-to'g'ri. Umuman olganda sport tushunchasi siz uchun nima? Umuman olganda. Bu hayot. Bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. Shu narsani masalan umrimda tikdimmi, demak bu meni hayotim. Demak, bizga chet eldan tashrif buyurgan o'sha mehmon trenerimiz bor ekanlar, eshitdik. Aleksey aka, Aleksey Koch. Demak, ular haqida gapirib bering, qanaqa tanishgansizlar? Aleksey trenerimiz Olimpiadadan keyin murabbiy bo'lib keldi bizga. Undan oldin Ilyas Ilyadis trener edi. Aleksey bilan birinchi uchrashuvimiz 2021-yil Parij shahrida Vayennilar o'rtasida jahon chempionati bo'lgan. O'shanda finalda uni shogirdi bilan kurashga chiqqanman. Ularning shogirdlarimi? U estoniyalik asli, lekin Shvetsariyada murabbiylik qilgan. Estoniyalik kelib chiqishlari Shvetsariyada, lekin murabbiylik qilgan. Hozirda O'zbekiston terma jamoasida ishini olib boryapti. O'shanda Parij shahrida finalda kurashganman. Sraz yutganman shogirdini. Shogirdlarni.
murabbiyimga kelganda xolis emni ko'rishamiz degan. Ну, nima deydi? Revanch bo'ladi degan Revanch. O'shanda Aleksey aytgan, murabbiyimga уже tugadi, nagrijeniya bo'ldi, u yoq bu yoq murabbiyimga kelib, bu holi o'sha paytlar u darajada, masalan, hozirgi darajada kuchli emas edim. Masalan, hozirgi darajada nima deylik, yutuqlarim yo'q edi. 2-3 ta turnirlarda o'rin olganman. O'sha musobaqani yutib boshlagan paytim. Chempion bo'lib boshlagan paytim. Yutdim, Aleksey aytgan, shu bu zo'r bo'ladi, faqat ustida ko'proq ishlashlaring kerak degan. O'sha yil qarang, taqdir taqozosi bilan bizga murabbiy bo'lib keldi keyin. Hozir yaxshi kelishib birgalikda ishlayapmiz. Gap yo'q. Sport turida eng asosiy rolni shu kimono o'ynar ekan. Chunki shu kimono bilan yiqitilar ekan, balivoy olinar ekan. Hamma priyomlar shu kimono bilan bog'liq ekan. Bu katta rol o'ynar ekan. Mana ikkita chetdan ushlash, mana qo'lni tagidan ushlashlar hammasi kimono bilan bog'liq ekan. Sparing tushamiz. Siz ungacha qarab o'rganib turing dedilar, lekin men hali hech narsa o'rganmadim. Bilmayman nima bo'lar ekan. Menga ham qiziq to'g'risi. Juda qiziq. Ha, kelyaptilar o'zlari. Chaqiryapti. Muzaffar aka, hozir siz bilan trenovka qilyapman, o'zimga juda qiziq bo'lyapti. Bitta narsa so'ramoqchiman-da aka. Mana siz Olimpiya chempionisiz, jahon chempionisiz. Shu jahon arenalarida shu raqiblaringizni mag'lubiyatga uchratgan usullaringiz bo'ladi. O'zingizni hammani o'zini bitta izuminkasi bo'ladi-ku. To'g'ri. O'shanga sizni qanaqa izuminkalaringiz bor, usullaringiz bor? Ko'rsata olasizmi? Eng yaxshisi, eng короче, mana bu jahon arenalarida ko'p qo'llangan usul ko'rsataman hozir aka. Demak, jahon arenalarida eng ko'p qo'llangan usullar ketdik. Voy. O'rtoqlar, bu narsa bor-ku. Mana kameradan oddiy ko'rinishi mumkin, lekin yiqilasizlar-ku. Men shu narsani chust qildim. Ichinglar to'kilib ketar ekan. Muzaffar aka, demak bu o'sha eng yaxshi ko'rgan usulingiz, mag'lubiyatga uchratadigan. Olimpiadada ham, jahon arenalarida, jamiki barcha musobaqalarda ko'p ishlatadigan usul.
Barcha muxlislarimiz, kuzatib boradigan muxlislarimiz hammasi bilishadi qanaqa priyon, nima priyon. Lekin shu dzyudoda eng oson va eng qiyinini ko'rsating hozir. Eng oson va eng qiyini. Ha. Professional sportchiga osoni ham qiyini ham bo'lmaydi, to'g'risi. Kurashayotganingizda saperningiz har xil podgotovka qilib chiqadi sizga. Masalan, men shu eng yaxshi ko'radigan usulimni balki u o'zimning raqibim juda tayyorlanib chiqqan bo'lsa, unga o'tmasligi mumkin. O'shaning uchun professional sportchi o'ziga 2-3 ta karyon usul taxlab qo'ygani yaxshi. Voy. O'rdami dedi. Achindingiz sen, belikami dedi. Oyoq qami dedi. O'rtoqlar, lekin Muzaffar aka yaxshigina hazilkash ekanlar. Sizni bilasizmi qanaqa ta'riflashuvdi aka? Muzaffar aka вообще yopiq odam, yaxshi gaplashmaydi odamlar bilan, chiqishib ketmaydi deyishuvdi aka. Lekin hammasi teskarisi ekan. Barcha muxlislarimiz bilishadi. Nima deydi? Jiddiy paytning o'zini joyi bor. Xushchaqchaq paytning o'zini joyi bor. Hayotda baribir ham xushchaqchaqroq bo'lgani yaxshi. 100% aka. Tem bo'lib sizlar birinchi marta zalimizga kelyapsiz. Mehmon sizlar aytadigan mehmon otangni ulug'. Gap yo'q aka. Zalimiz ne только sportchilar, barcha yurtdoshlarimiz kelib, masalan, tomosha qilishi mumkin, bizdagi barcha sportchilarni qo'shilishib bizdan mashg'ulot qilishi mumkin. Tushunarli. Demoqchimanki, emotsiya almashadi, atmosfera baribir boshqacha, olimpiyskiy vid sport, professional sportchilarda atmosfera zalda boshqacha bo'ladi. Demak, men Judo federatsiyasiga birinchi marta keldim. O'zi ko'rinishidan tashqaridan kichkina joy deb o'yladim, lekin ichkarisi juda katta ekan. Boya kirayotganimizda aytishdi, sportchilarimiz shu yerda yotib qolishadi, mehmonxona bu deyishdi, kirib kelaverishimiz ham. Rostdan shunaqami? Bu yerda Judo federatsiyamiz mana shu yerda bizani mana bu trenirovka qiladigan tatami zalimiz. Bu orqamizdagi ikkinchi etaj trenajyorniy zal. Pasi ovqatlanadigan zal. Tagi ham trenirovka qiladigan zal. И orqamiz trenirovочный zal. И trenirovочный zalimizda tagi gостиница. И mana bu birinchi etajimiz полный gостиница. Mana shu yerda zborda har doim mashg'ulotda displinega, tartib-intizomga rioya qilgan holda shu yerda yotib trenirovka qilib, как положено jahon arenadagi musobaqalarimizga mana shu yerda tayyorgarlik ko'ramiz. Chet eldagi tayyorgarliklar ham bo'ladi. O'zimizda bo'lsa mana shu yerda federatsiyamizda tayyorgarlik ko'ramiz. Aka, hozir mana shu Judo federatsiyasiga birinchi kelganingizda necha yosh bo'lgansiz? Federatsiyaga zborniy bo'lib kirganimda 17-16 yosh bo'lganman. 17-16 yosh bo'lgan kadet, молодежный и взрослый 3 ta pokoleniya bo'ladi-da, yoshlar, o'rta yoshlar va katta yoshlar. Bu hammasida zborniga kirib kelganman. 25. 25 yoshda. Demak, 8 yildan beri shu yerda ekansiz-da? 8 yildan beri Allohga behisob shukr jamoamiz bilan shu yerdamiz. Muzaffar aka, mana faqat shu sport ichidasiz-ku. Bir xil payt charchab ketmaysizmi? Конечно, charchayman aka, baribir insonman, temir emas, charchab, asabiy bo'lib ketasiz, aytdim-ku boya. Charchab ketasiz aka, конечно, bu sport, trenirovka, energiya, kaloriya yo'qotasiz. Tushunarli. Qiyin aka, вообще charchaysiz, конечно. Nima deydi? Charchash yo'qmi, u natija ham yo'q. Charchash bormi, demak natija bor. To'g'ri yo'lda. Ikkita yo'l bo'ladi-da aka. Yengil yo'l, qiyin yo'l. Qiyin yo'lda уже charchayapsizmi, demak sizda to'g'ri yo'lda ketyapsiz. Masalan, bitta daroshka deylik. Oson yo'l, trenirovkada charchamayapsiz, terlamayapsiz, u sizni, короче, davnishni yo'lingiz emas. Demak, sizni falsafangiz shundan iboratki, nimadirga erishish uchun albatta qiyinchilik bilan erishish kerak degan narsani ilgari surasiz, to'g'rimi? Shunaqa aka, masalan, o'zi har bitta insonda nimadir maqsad qo'yadi-ku, har bir kasbda ikkita yo'l bo'ladi baribir aka, osonroq yo'l bo'ladi.
qiyin yo'l bo'ladi. Masalan, o'qishingiz kerak bo'lsa, kecha kunduz uxlamay o'qishingiz kerak. Maqsadingizga erishishingiz uchun. Biza masalan bir maqsadimizga erishishimiz uchun sportchilar astoydil qattiq mehnat qilishimiz kerak. Aka masalan shaxsiy hayotingizdagi problemalaringizni tatamiga olib chiqmasligingiz kerak. O'sha tatamiga kirdingiz, fikringiz, hayolingiz o'sha trenirovkaga 2 soatga berishingiz kerak. Har taraflama qiyin-da o'shaning uchun. Yengil yo'lda ketasiz aka, to'g'ri yengil yo'lda rezultat qilarsiz. Qaysidir nimada ma'noda yaxshi natijalar qilishingiz mumkin. U vaqtinchalik. Masalan 1 yil, 2 yil zo'r olib borarsiz. Lekin sportchi 30-35 yil kurashish kerak. Sizga motivatsiya bilasizmi? Umri qisqa. Masalan 5 metr motivatsiya, disiplina 10 metr, 20 metr. O'shandan ham farq qilsangiz bo'ladi. Disiplina bilan qiyinchilik bilan borasiz, motivatsiya kamroq yuradi. O'shanaqadaki. Tushunarli. O'sha olimpiadadan qaytayotganingizda, to'g'risini aytsam, kuzatib turdim, men ham faxrlandim sizlar bilan, chunki bizning O'zbekistonni shunaqa dunyoga tanitayotgan, shu bayroqlarni balandlikka ko'tarayotgan insonlar baribir xursand bo'lar ekansiz ichingizdan. Va o'z-o'zidan masalan yoshlarimizni yoki bo'lmasam o'sha yosh bolachalarni hali endi kelajak qurayotgan bolalarni ota-onasini shu diliga tugib qo'ygan joyi bo'ladi baribir. Men ham shunaqa o'g'limni yoki qizimni olimpiya chempion qilaman. Albatta deb ani voy deb qo'yadi-da. Shunaqa yoshlar uchun qanaqa tavsiyalar berasiz? Zo'r savol bo'ldi. Aytaman, masalan, mayli kimdir ichiga tugmasin, sportchi bo'lsin demasin, nimadir kasb egasi bo'lsin desin. Asosiysi bilasizmi, oiladan boshlanadi hamma narsa. Tartib, intizom, hurmat, izzat degan narsa bor-ku o'zimizda. O'sha narsa oiladan boshlanadi-da. Oilada farzand nima, qanaqa kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi tarbiya olish kerak birinchi o'rinda. Tarbiyangiz bo'lmasa, hech qanaqa sohada hech qanaqa yutuqqa erisha olmaysiz. Tartib, intizom oiladan boshlanadi. O'shaning uchun men o'zim mahallada turaman. Ko'p ko'raman-da, maktab o'qiydi bolalar, qizlar, boshqa. Hozir o'zingiz ko'rib turibsiz, bizning mamlakatimizda ham nima deydi, aksariyat holatda tartib pastroq. Ko'p holatda tartib yaxshi. Masalan, nima deydi? Oiladan tartib, intizom bo'ladi-ku, masalan, bizda kichkinaligimizda sizda ham bizda ham bo'lgan bo'lsa kerak. Masalan, kattani ko'rsang salom ber, kichikni ko'rsang ham salom ber. Unaqa qil, bunaqa qil. To'g'ri bor, o'qishingni qil, to'g'ri kel, uyga kelgin. Lekin hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, aksariyat holatda unaqa emas. Mayli, o'shaning uchun aytmoqchimanki, savolingizga mayli masalan sportchi bo'lsin demasin, yaxshi farzand tarbiyalashi uchun har bir ota-ona birinchi o'rinda farzandlarini nima deydi? Yaxshi tarbiyalab bilish kerak. Yaxshi tarbiyalay olmadimi, u farzand erta bir kun o'zini ham masalan ota-ona qarigandan keyin farzandi masalan ko'mak beradi, yordam beradi-ku, u ishni ham qila olmaydi. Albatta. O'shaning uchun tarbiyani birinchi o'rinda oilada iloji boricha yoshligidan yaxshilab sindirish kerak. Bu turgan gap. Katta kichik qanaqa nima hamma narsani yaxshilab tushuntirib, yaxshi tarbiya olgan oilani farzandi ne только sportchi, hamma sohada, hayotda yaxshi natijalarga erishadi. Masalan, sportchi deyotgan bo'lsangiz, masalan, men farzandim bo'lsa, tugib qo'ygan bo'lsam ichimga, meni farzandim sportchi bo'lib, baribir sportchi bo'lsa ham tartib, intizom, hurmat, izzat bo'lmasa, u sportchi kimga kerak? To'g'ri. Baribir oilada masalan asta zina yurganingizdan keyin ham barim bo'ladi-ku, o'shaning uchun ham nima deydi, tartib, disiplinani o'sha yoshligidan o'sha narsani masalan balog'at yoshigacha ongiga singdirib borsa, o'sha kelajakda yurtimizga, oilasiga naf'at tegadigan farzand bo'ladi. Qizmi, o'g'ilmi, shunaqa farzand bo'ladi. Endi bu shaxsiy o'zimning fikrim. To'g'ri, o'ylaymanki, juda ham yaxshi tavsiya bo'ldi. Hurmatli ota-onalar va chempion bo'lish orzusidagi demak ukalarimiz, singillarimiz deydimi. Albatta bu tavsiyalarga amal qilishingiz kerak, chunki bular ham shu tavsiyalarga amal qilib shunaqa natijalarga erishgan insonlar. Muzaffar aka, boya o'zingizni koronni, priyomlaringizni ko'rsatdingiz. Biz eshitganimizda sizlar oilaviy kurashchisizlar. Demak, sizni adangizlar ham
shu sohaga asosiy o'sha sizni qiziqtirgan insonlar. Albatta. Demak, nima deb o'ylaysiz? Именно mana shu sizni nima desam bo'ladi? Sizni yutuqlaringizga yoki bo'lmasam nima desam bo'ladi? Shuncha yutuqlarga erishgansiz. Qondanmikan yoki mehnatdanmikan? Nima deb o'ylaysiz? Endi ancha mehnat qildingiz, bilamiz. Albatta. Bu nima deya olmayman, baribir hammasi Allohdan. Xudo bermasa qiyin. To'g'ri, qondan ham, masalan, mehnatingizdan ham baribir ham jahonda mehnat qiladigan sportchi juda ko'p aka. Mana o'zingiz tasavvur qiling, zalimizda qancha sportchi bor. Lekin chempion baribir bitta bo'ladi aka. To'g'ri. Demak, o'rtoqlar, Judo federatsiyasi bo'yicha sizlarga aytadigan bo'lsam, hozir o'zingizlar guvohi bo'ldinglar, qanaqa narsalarni ko'rdik. Demak, sparring tushib ko'rdik, eng zo'r priyomlarni ko'rsatdilar. Xullas, men zo'r emotsiya oldim o'zim uchun. Endi qaranglar, hozir oxirgi bergan emotsiya bilasizlarmi nima? Men bolachalarni qaranglar. Bitta ko'rsataring. Ha, qarang. Bular bu dushi chempionlar-da, ha, qarang, hammaligisini. Vashti zo'r emotsiya beryapti shu bolalar ham bor, to'g'risi. Bizani ko'rsatuvimizni boshida men Muzaffar akadan kaltlarni oldim. Endi o'zlariga qaytarib berishga majbur bo'laman. Nimagaligini o'zingizlar ko'rdinglar. Muzaffar aka, kaltingiz o'zingizga buyursin. Mashinangiz ham o'zingizga buyursin, aka. Rahmat. Men bunaqani qiyin bo'ladi deb o'ylamadim. Lekin o'zim uchun maktab bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda mashg'ulot o'tkazish, aynan Aleksey akalar bilan birga mashg'ulotlar o'tkazish juda ham qiziq bo'ldi. Mashinangiz o'zingizga buyursin. Rahmat. Muzaffar aka, o'zi sal savollarni yengillashtiraylik, juda ham chuqurlashib ketdik. O'zi sayohatlarni yaxshi ko'rasizmi? Shu paytgacha nechta davlatni ko'rdingiz? Ko'p davlatga borganman aka. Pashti demasa 70%, 80% davlatga borganman. Yaxshi ko'raman aka. Amerikagacha. Amerikaga ham borganman. Chili degan mamlakati bor. Dunyoda basseynni eng uzun davlat. Uzunligi 200 necha metrmi, qanchadir, короче, shu tarix nimadirga kirgan ekan. Demak, suzishni bilasiz. Suzishni ham bilaman. O'sha qiziqqanman-da. 2017-yil yoshlar o'rtasida jahon chempionatiga borganman u yoqqa. Murabbiylik kichkina bo'lganman, shaharni ham bilmayman. Aytishganki, shu Chilida eng katta suv nimasi o'sha yerda ekan. Suv havzasi. Suv havzasimi, yoki shu basseynimi? O'sha Chili mamlakatiga borganman, o'sha ham Amerikaga kiradi-ku, ham Chili. To'ppa-to'g'ri. Qanaqadir fobiyalar yo'qmi samolyotdan yoki? Yo'q, qo'rqim yo'q. Lekin ko'rgan bo'lsangiz, orada ko'p samolyotlar portlab ketdi-ku. O'shanda qo'rqib qoldim. Sal qo'rqib qoldim. Qo'rqdim, uxlayapman, bir kun ko'rsangiz, samolyotdaman. Qaysidir davlatga uchamiz safariga. Ko'p qimirlaydi-da samolyot osmonda. O'shanda ushlab oldim, oldimdan sedan ko'z oldimda ko'p narsa o'tib ketib qoldi. Bam qo'rqadi, jon shirinda. Hozir mana 70-80% davlatni ko'rib qo'yibsiz. Eng yoqqani mana bu. Yana boraman, yana borgim kelyapti degani bo'lganmi? Yoqqani sizga, yoqtirganingiz. Qanaqadir bilasizmi, u yoqda nima borgan davlatingizda nima sizni jalb qila oladi? Albatta birinchi o'rinda manzarasi, insonlarning xushmuomalaligi, shu taraflari bilan ayting. Sportchi tomonidan qarasam, ovqat birinchi o'rinda. Gruziyada yoqadi menga. Gruziya oshxonasi juda shirin. Ishonasizmi, Toshkentni qanaqa bilsam, qishlog'imni qanaqa bilsam, Gruziyaning barcha ko'chasini, ovqatlanadigan joy hamma joyi bor. Chunki 10 martami, 8 marta borganman. Ha, yo'q. Ko'pincha masalan 80%, 70% deyotgan davlatlarimga ko'piga 3-4 martadan borganman, 2 martadan borganman. Ichidan Gruziya yoqadi. Chunki odamlari ham pashti o'zimizdek. Dunyo qarashi, fikrlashi, muomalasi, ovqatlari ham juda o'xshash. O'sha taraflarga yoqadi. Hamma joyini bilaman-da, shoppingga boramanmi, yoki ovqatlanishga, yoki aylanishga ko'p joyini bilaman. O'shaning uchun Gruziya yoqadi. Lekin oldin bormagan davlatlarim ko'p, niyat bor xudo xolasa. Hammasiga borish nasib qilsin. Nasib. Endi o'zimizning milliy taomlardan eng yaxshi ko'rganingiz qaysi? Masalan, menda osh yaxshi ko'raman.
Osh har juma kuni bizda osh Har yeyish juma, kerak. menda har kuni. Har kuni osh. Osh. Rostdan. Rostdan yeyman. Bo'lmadim deganda 2 kun, bo'lmasa har kun. Ha, yo'q. Har kuni yeyman osh. Uyimda qildiraman, ko'chada yeyman, har kun osh yeyman. Bir mahalga go'sht postoyanni yemasam bo'lmaydi. Ha, u anaqangizda bor, tartibda bor. Ana nima deydi? Menyuda bor. Ha. Menyuda bor. Muzaffar aka juda ham zo'r suhbat bo'ldi. Men ham o'zim uchun juda katta narsa oldim. Baribir odam fikr almashsa Albatta. yaxshi narsa-da. Masalan, kim bilandir suhbatlashib o'zingizga nimadirlar olasiz. Kim bilandir suhbatlashib nimadirlarni o'zingiz uchun xulosa qilib olasiz-da. Hozir menda shunaqa narsa bo'ldi. Katta rahmat suhbat uchun va yo'q demasdan proyektimizga rozi bo'lganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat. Chunki sizni bilamiz, kun tartibingiz juda ham zich joylashgan. Trenirovkalar, boshqa baribir uydagilarga ham vaqt ajratishingiz kerak. Lekin orada bizga ham vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Endi ekran orqali tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizga o'zingizni tilaklaringiz bo'lsa, yaxshi gaplaringiz bo'lsa, marhamat bemalol bildirib olsangiz bo'ladi aka. Birinchi yaxshi gapim shu boya aytib o'tganimdek, farzandlarimizni hammamiz yaxshi tarbiyalashga jalb qilaylik. Iloji boricha sportga beraylik. Sog'lom hayot, sog'lom turmush, ayolmi, erkakmi, hamma sportga borsin. Endi mening shaxsan o'zimning fikrim. Baribir ham tana sog'lik bo'ladi, o'zingiz sog' bo'lasiz. Barcha sohadagilar ham sportga borsa ham, baribir ham ishidan tashqari sportga borsa ham, o'zingiz masalan bir oy bir sportga borib ko'rsangiz, effektini rostdan ham ko'rasiz. Foydasi juda ham katta. Masalan, professional sportga berganingizdan keyin farzandingizni har bir ota-ona menimcha faxrlanadi. Baribir jahon arenasida farzandi kurashayotganda televizordan masalan shu desa, menimcha bu katta bu faxr tuyg'usi. Mayli, dizdo, baribir meni o'zim sportim. Dizdoga keling. Masalan, kimgadir boshqa sport, lekin barcha vi sportimiz O'zbekistonda rivojlanib bormoqda. Prezidentimiz hamma vi sportimizni hozir keraklicha ta'minlab beryapti. Har taraflama nima deydi? Sharoitlarni yaxshi qilib beryapti. Sportga borish kerak. Hamma taklif qilamiz. Barcha sportga. Sport bo'lsa, hamma narsa ishoning yes bo'ladi, xudo xohlasa. Yaratib berilayotgan sharoitlar uchun yurtboshimizga tashakkurlar va sizga ham katta rahmat. Mazmunli suhbat uchun. O'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimiz hammaga yoqdi, hammaga ma'qul keldi. Va eslatib o'tamiz, kanalimizga obuna bo'lib, shu videoda o'zingizlarning izohinglarni yozinglar. Muzaffar aka haqlarida. Ular o'zi umuman olganda qanaqa inson ekanlar? Shularni yozsanglar, o'zlari o'qiydimi, to'g'rimi? Yaxshi fikrlar yozinglar deb. Ha, yaxshi fikrlar yozinglar deyaptilar. Rahmat aka.